Narok uz kanalining qadrli a'zolari, bugun sizlar bilan ko'rishlar mumkin keng assortimenti universal pizza pech hamma pechlarimizni birma-bir ko'rib narxlari bilan aytib chiqamiz. Video boshidan videoga обязательно like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz birinchi o'rinda doimgidek eng kichkina pechlarimizdan boshlaymiz. Hozir bizda universal pechlarimizni o'zini ko'rsatadigan bo'lsa, eng kichkinasi shu 1 listli ichki razmerlari 60-40 pechimiz ko'rishlar mumkin. Bunimizda ikki xili bor. Taylari toshli, taylari tunika nejevka ishlatilgan variantlari bor. Bunimizga shu 60-40 listimizdan bir dona tushadi. Bunimizni 220 ga tokka ishlaydi. Soatiga 3 kilovat tok tortadi. Birimiz narxini hozirgi kunda $200 qilib beramiz. Bunimizda 3 xil firmalari bor. Aloqaga chiqsalaring hamma firmamiz nomlari bilan narxlarini ham bemalol chiqarib beramiz. Va bularımizga 6 oydan servis garantiya. Endi xuddi shuni bitta kattasi 2 listli pechimiz. 2 listligimiz mana hozir elektricheskilari, gazlilari hamda gibrid variantlari bor. Elektrlarini ko'rishlar mumkin. Xuddi shu listimizdan ikkita tushadi, 60-40 listdan. Birimiz ham 220 tokka ishlaydi. Grafdan ko'rishlar mumkin. 400 gradusgacha qiziydi. Birimiz soatiga 6 kilovat tok rasxod qiladi. Bunimiz hozirgi kunning narxini elektrini $330 qilib beramiz. Xuddi shu ko'rinishda gazli variantini 490 hamda gibrid variantini bo'lsa $550 qilib beramiz. Bu pechlarimizga ham 6 oydan servis garantiyalari bor. Endi bundan bitta katta 3 listli variantimiz, 3 listli pechimiz ko'rishlar mumkin. Hozir vitrinamizda 3 listli gibrid variant turibdi, lekin xuddi shuni elektr gazlari ham sklatimizda bor. Bunimiz ham 220 tokka ishlaydi. Bunimiz soatiga 9 kilovat tok rasxod qiladi. Bunimiz elektrlari narxi $450, gazlilarini 590, gibridini bo'lsa $700 qilib beramiz. Aloqaga chiqsalaring bularni ham narxlarini kelishtirib beramiz. Endi 4 listli pechimiz. 4 listli pechlarimiz 2 qavatli bo'ladi. 2 qavatli, mana ko'rishlar mumkin, 2 qavat. Bir qavatiga 2 dona list tushadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Taylari nejevka tunika ishlatilgan. Bunimizni plyus taraflari, misol uchun pechda olganingizdan keyin faqat bir qavatini o'zi kerak bo'lsa, pastini o'chirib qo'yib, temasini o'zini ishlatsangiz bo'ladi. Ikkalasining miyasi alohida o'rnatilgan. Bunda tokingiz ancha ekonom bo'ladi. Bunimizda ham 223 faza variantlari bor. Turli pechimizni. Birimiz soatiga 12 kilovat tok rasxod qiladi. Bunimizni hozirgi kunning narxi elektrlarini $630, gazlilarini 750, gibridlarini bo'lsa $850 qilib beramiz. Hozir bu ko'rib turganing gibrid, buni elektr gazlari ham sklatimizda bor. Endi 6 listli pechimiz. 6 listli pechimiz 3 qavatli, mana ko'rishlar mumkin, 3 qavatli. Bir qavatga bunga ham 2 dona list tushadi. Bularimiz faqat 3 faza tokka ishlaydi. Bunimiz 19 kilovat tok tortadi. 19 kilovat tok bu soatiga. Bunimiz elektr variant hozirgi kunning narxlari $850 qilib beramiz. Gazlilarini 1200, gibrid variantlarini $1400 qilib beramiz. Aloqaga chiqsalaring yana kelishadigan xonalari bor. Yana kelishtirib beramiz. Aytib o'tganimizdek, hamma pechlarimizga 6 oydan servis garantiyalari bor. Biz hozir 6 listli pechimizni aytib o'tdik. Endi 9 listli pechimizni ko'rsatib o'tamiz. Aytib o'tganim bu elektr varianti bo'lsa, mana bunisi gazli varianti. Xuddi shu 6 listli pechimizni, bunisi gazli varianti. Gaz bilan elektrda gabaritida farqi bo'ladi. Endi gibrid varianti 6 listli gibrid gazga qaraganda bu ham ancha bo'y balandroq, gabariti kattaroq bo'ladi. Joylarga qarab razmerini tanlab olishingiz mumkin bemalol. Endi 9 listli pechimizni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu 9 listli gibrid. Bunimiz ham 3 qavat, faqat bunimiz bir qavatga 3 tadan list tushadi. Bunimiz ham elektr gaz gibrid variantlari bor. Bunimiz ham xuddi shunaqa sistema. Bunimiz 3 qavat bo'lsa, xohlagan qavatlarni o'chirib qo'yib, xohlaganlarini yoqib ishlatsalaring bo'laveradi.
xohlasang bir qavat, xohlasang ikki qavat, xohlasang uchalasini yoqib ishlasanglar bo'ladi. Bunimiz ham 3 faza tokka moslangan. Xo'p, bunimizni hozirgi kunda elektr variantlarini $1200, gazlilarini 1600, gibridlarini bo'lsa $1850 qilib beramiz. Bunimizga 6 oy servis garantiya qilib beramiz. Ko'rishlar mumkin. Endi orada pitsa pechlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Pitsa pechlarimiz ham har xil razmerdagi bor. Pitsa pechimizni Xitoy, Turkiya varianti bor. Ko'rishlar mumkin. Bu pitsa pechimizning eng kichkina Xitoy varianti. Bunimiz ichki razmerlari standart 40 ga 40 bo'ladi. Bunimiz 2 qavat. 2 qavatlisi, buni 1 qavatlisi bor. 1 qavatlisini hop $300, 2 qavatlisini bo'lsa $500 qilib beramiz. Ko'rishlar mumkin. Graslar 350 grasgacha qiziydi. Bunimiz 224 ga ishlaveradi bemalol. Xuddi shuni katta razmeri 60 ga 60. Ko'rishlar mumkin. Ichki razmerlari 60 ga 60. O'sha taylari toshli bo'ladi pitsa pechlarimizni. Bunimiz 1 qavatlining narxi 450, 2 qavatlisini bo'lsa $750 qilib beramiz. Bunimiz ham Xitoy varianti. Bular ham 224 ga ishlaydi. Bular pitsa pech. Endi xuddi shuni Turkiya variantlari bor. Turkiyanimizda 60 ga 60 ichki razmerlar hamda bundan ham katta bo'lsin desangiz 90 ga 60 variantlari bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu Turkiya pechlarimizni aloqa etsalang, bu Turkiya pechlarni aloqa etsalang, bularning ham narxlarini aytib o'tamiz. Endi bizda pekarnilar uchun, bo'lishga shunga o'xshash mahsulotlar uchun konveksionniy pardashtirilgan pechlarimiz ham bor. Bunimizning eng kichkinasi mana ko'rishlar mumkin. 4 talisli, 4 talis, 5 ta, 8 ta, 10 talisli variantlari bor. Bunimiz o'sha parli suv ulab qo'ysa ichiga par haydab, parakandek tovar bo'ladi. Bunimizning narxlari o'sha aloqa qilsalar, bularning narxlarini polni aytib o'tamiz. Xo'p, yana bunga pekarni sohasida bizda bitta pech bas, har xil mishalkalarimiz, mikser salang mikser, rastoykalarimiz, hamma mahsulotlarimiz bizda o'sha pishiriq sohasiga qanaqangi stanok yoki shunga o'xshash narsalar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqinglar, hammasi bor. Ularning hammasini bitta videoga sig'dira olmaymiz. O'sha kanalimizga kirsalaring. Hamma videolarni bir-bir ko'rsatib o'tilgan. Video yoqqan bo'lsa, videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'sha pastdagi nomerga aloqa qilsalaring, barcha ma'lumotlar aytib o'tiladi hamda o'sha aytganimizdek o'tadigan xonalari bor. Hozir bu aytgan narxlarimizdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Dastavkamiz bor, faqat bepul emas. Kelishilgan holda uni aloqa qilsangiz, uni alohida batafsil gaplashib, narxlarni aytib o'tamiz.